Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan pestitsidlarning eng muhim sinflaridan bittasi akaritsidlar haqida gaplashamiz. Akaritsidlar grekcha so'zidan olingan bo'lib, akari kana va lotincha kaido o'ldiraman degan ma'noni bildiradi. O'simlikxo'r kanalar, ombor kanalari, shuningdek uy hayvon va parranda kanalariga qarshi qo'llaniladigan kimyoviy moddalar akaritsidlar deb ataladi. O'simlikka sirtdan, keltan, neoron, omayd, mitak, oltin gugurt, ohak oltin gugurt qaynatmasi va singib ta'sir etuvchi akaritsidlar bo'lishi mumkin. Singib ta'sir qiluvchi akaritsidlar o'rgimchak kanadan tashqari yana o'simlik bitlarini va boshqa bir qancha suruvchi zararkunandalarni ham nobud qiladi. Ombor kanallariga qarshi metil bramid, xlorpikrin va boshqa akaritsidlar qo'llanadi. Dehqonchilik va bog'dorchilikda akaritsidlar asosan o'rgimchak kanaga qarshi ishlatiladi. Bularning ko'pchilik qismi faqat yirtqichlik bilan hayot kechirsa, ayrimlari kemiruvchi hasharotlar va o'rgimchak kanalarda parazitlik qilib, biologik kurashda amaliy ahamiyatga egadir.